Hürmetli vatandaş yukarı leksiyanın devamı. Tabi bu makalının yadroluk yeri kelmedik cuma. Baştan sözlevatımız anlam vatandaş. Endi onun devamı. Kendimizge bir kadem çekene fikir kılaydı. Amerika taraf Cungo'dan import kılıngan 500 milyar dollarlık tuar mallara norma boyunca 10%'ın tamojini beje koyganda yılda tamojini bejeden kirdigan kirim 500 milyon dollar kirim bulgan bulur. Kirim kılgan bulur. Keçirinler. 25%'ın tamojini beje koyganda yılıga Amerika Koşmuş Ştatları 100 milyardan 100 milyar 250 milyon dollar tamojini beji kerem kılgan buludu. Bu sallık malumatla Cungo'dan Amerika'ya eksport kılıngan köpeygen yoki aziyip ketken tuvar mallarını perez kılış asası da çıkarılgan sallık malumattır. Eğer Cungo'nun Amerika'ya eksport kılıngan tuvar malları Amerika tamojini beji koyganlığı sebeplik azı yiyip ketedigan bolsa, Cungo төлeydigan tamojini beji 1 milyar 250 milyon dollarlık seviyege mu yetip kelelmeydi. Ondaqtı Cungo nemişqa tuyuqsızlı bunun 10 hassa artıq bulğaylar. Yani yılda 1 milyar 250 milyon dollar dedi, şunu tanlaştırıp davatıdı o. Ondaqtı Cungo nemişqa tuyuqsızlı bunun 10 hassa artıq bulğaylar. 100 milyar 200 milyon dollar emas. Belki 1 trilyon 200 milyar dollar pul hacda. Yani 10 yılda төлeydigan başını bir yolula hacda. Nemişqa? 90 günlük teniveleş turistini olga keltirdi. Nemişqa? 90 günlük teniveleş turistini olga keltirdi. Buna içindeki sırlık hikmetler. Cungo Kompartiyasının alak buluş yoki aman qilish taqdiriga göre chetiladi. Bunun içindeki sirliq hikmetler Cungo Kompartiyasının alak buluş yoki aman qilish taqdiriga göre chetiladi. Maqalaning merkezi iddisi echilyapti cuma. Yani bir divite geçiren dostum. Bunun içindeki sirliq hikmetler Cungo Kompartiyasının alak buluş yoki aman qilish taqdiriga berib chetiladi. Amaliyotda asrlik suhbatda, yani Argentinada o'tkazilgan ikki davlatning suhbatida Cungo Kompartiyasi Prezident Trumpning mehribonligidan foydalanib, So'di urushining o'rlab ketishini vaqtlab to'xtatdi. Yoki bunday aytganda, Amerika hukumatining keng fursatdan qoldirdi. Yoki Amerika hukumati o'zining dehqonlarining orzulariga quloq solib, balki Jungoga bir tinivelish turisti yaratib bergandir. Jungoga bir tinivelish turisti yaratib bergandir. Shunda bo'lganda Cungo Kompartiyasi 1 trilyon 200 milyar dollar hajlab 90 kunlik dam elivelish vaqtini setib algan bo'ladi. Maqalaning markaziy ideyasi boshlanadi. Shunda bo'lganda Cungo Kompartiyasi 1 trilyon 200 milyar dollar hajlab 90 kunlik dam elivelish vaqtini setib algan bo'ladi. Bu pulni vaqtga so'ndirdigan bo'lsa, bir kunda 1 milyar 330 milyon dollar hajlagan bo'ladi. Bir soat ichida 550 milyon dollar hajlagan bo'ladi. Her minutda 925 ming dollar hajlagan bo'ladi. Bir sekundda 150 ming dollar hajlagan bo'ladi. Hürmetli vatandaş, ben şu puldaki sallık malumatlarını Xitay dilida yaxshi tarjima qilolmayman. Şunun da hatalık üzbemizin bolsala. Vaqtinglar yetse bir hisoblab chiqib ketganlar mana bundaq deydi de.
Hazır 1 trilyon 200 milyard dollarga maqul dedi, yani 90 günlük vaqtni shuningga setib aldı deydi. Bunun da bir kunda Jungo hükümeti 1 milyard 330 milyon dollar harcaydı. Bir saat içinde 550 milyon dollar harcayan buludu. Her minutta 925 bin dollar harcayan buludu. Bir sekundda 150 bin dollar harcayan buludu. Demek bu degenlik bizning maqolamizni o'qirmonlar o'qib bo'lgan chog'da shuni biladi-ki, Jungo Kompartiyasi yo'riq dunyoda 15 minut yashayverish uchun Jungoning davlat xazinasidan 140 milyon dollar harcagan bo'ladi. Buni hisoblab ko'ring o'tanda. Jungo Kompartiyasi yo'riq dunyoda 15 minut yashayverish uchun Jungoning davlat xazinasidan 140 milyon dollar harcagan bo'ladi. So'd urushi davomlashib, mush yerga kelganda Amerikaning to'lagan dasmoyisi intayin tuvan bo'ldi. Jungodan import qilingan tovarmallarning bahosi ozroq o'rlagan bo'ldi. Lekin bu yil Rojdestvo bayrami arifasida tovarmallarning setilishi hech qanday ta'sirga uchramadi Amerikada. Christmas bayrami faslida tovarmallarning setilishi Argentinada yig'inga qatnashayotgan Prezident Trumpga texmi ishonch ato qildi va Jungoni yo'l qo'yishga majburladi. Lekin Prezident Trumpning bu qatam yo'l qo'yishi yanada eng oxirgi bir qatam axloqiy jihatda yo'l qo'yish bo'lib, ya'ni 90 kunlik muhlat berdi. Prezident Trumpning bu qatam yo'l qo'yishi yanada eng oxirgi bir qatam axloqiy jihatda yo'l qo'yish bo'lib, ya'ni deganda Reis Xi Jinpingga eng oxirgi bir qatam fursat yaratib berish deganlikdir. Navbatda Xi Jinping yoki qattiq niyatga kelib, siyosiy islohot olib berib, Jungo Kompartiyasining hukmronligini oxirlashtirishi kerak. Yoki Jungo fuqarolarini majburlab, o't-cho'p yeydigan davrga qaytarishi kerak. Diqqat vatandoshim, maqolaning yadrosi dedi. Navbatda Xi Jinping takrorlaymiz, yoki qattiq niyatga kelib, siyosiy islohot olib berib, Jungo Kompartiyasining hukmronligini oxirlashtirishi kerak. Yoki Jungo fuqarolarini majburlab, o't-cho'p yeydigan davrga qaytarish kerak. Davomini davomli anglash hurmatli vatandosh.